Hop, mana xudo xolasa emsizatsiyamiz tayyorlanmoqda. Radiatorlar o'rnadi. Yangiday maslin radiator. Filtrlarimiz yangiday bo'ldi. Eshiklar o'rnadi mana. Eshik ruchkalari. Yon aynaklarimiz, krellar mana. Cho'tki bo'lib o'rnatdik. Unutmanglar, endi bakovoy stiklar qo'yish kerak, xudo xolasa. Cho'tki bo'lib bityapti. Pol sxemalarimizgacha bo'ldi. Xolasa oz qoldi galtga yurishiga. Ayada tomlarimiz mana cho'tki kraska qo'ydik. Tepa barmarlarigacha ko'cha tortish. Yosto'ygalarigacha cho'tkilab ularni tortib qo'ydik. Xudo xolasa ustama polmonlarni yangi bitiryapti. Respirat kollarigacha qilib. Xudo xolasa traktorimiz cho'tki holatda bityapti. Taraf eshigimizni ham aynagacha qo'yib qo'ydim. Endi qolgan aynaklarni qo'yish kerak. Ularni ruchkasini qo'yapti. Cho'tki qilib yangi ikkala eshik ham ruchkalarigacha, zamoklarigacha cho'tki qo'yilyapti. Qo'llarimizni stoykalari oddiy bo'lib hammasi. Saloniga poligini tashab, rollarni tashab, shu barini tashasak, xudo xolasa tomini qo'ysak, oz qoldi. Az kunlarda traktorimiz yurib chiqadi. Traktorimiz xudo xolasa sotuvga tayyorlanyapti. Sholding videoda ham qo'yib boryapman hamma qo'yilayotgan narsalarni, boshqalarini. 76 sistemada bityapti. Xudo xolasa. Traktor remont qilish kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 902 41 95. Manzilimiz Namangan viloyat Uchqo'rg'on tuman Yoshqobod qishlog'ida. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kimga traktor kerak bo'lsa, xudo xolasa traktorimiz bu holatda noldan yig'ilmoqda.